yosh, yana qancha kurayim, qancha berayim bardosh. Dilimda yosh, yana qancha kurayim, qancha berayim bardosh. Jo'ra, kollejga borasanmi? Yo'q, jo'ra, mollarga qarashim kerak-da. Qizlar tutdagida kutib turibdi. Bormasang o'zing bilasan. Sog'inchlarim qiynar tuni bo'ya, bunchalar og'ir kechmasa ishqimni o'ya. Dilmor bo'ldi. Maxsus, sen вообще o'qimaysan-ku, kollejga nimaga har kuni kelasan? Men kollejga dars uchun bormayman-ku. Chiroyli bo'lib borsam er chiqadi-da. Qizlar avtobuslarda bo'sh joy yo'qmi? Yo'q, bu sen maktabda yaxshi o'qiyding-ku. Nimaga Maishat kollejga topshirding? Men prosta hujjat uchun topshirdim. Ikkinchi kursda shaharga ketaman-da, repetitorda tayyorlanishga. Sizlarchi? Bizlar ham tayyorlanib institutga kiramiz. Qaysi biriga? Qozontoq institutigaman. Onangdimga bizanchidan postoyanno qizlar oltda chiqib ketadi. Bugun yana barcha kollej qizlariga sovg'a qilib bitta qo'shiq aytib ber. Jo'ra, nima bizning kollejimiz Maishat kasb-hunar kollej bo'lsa, Maishat kollej deyiladi. Kollejga hozir nima boryapsan? Maishat qilgani? Ana shu Maishat kolleji deyiladi. Qizlar, tabriklanglar, men erga tegdim. Nima sinfdoshlar, kursdoshlar orasida eng xunuk qiz birinchi yerga tegib ketadi. Chunki men o'qimagan bolaga tegmayman dedim. Menga ham har kuni sovchi keladi, hammasini отказ qilyapti. Alam qilsa menga bitta sovchi keldi, sira sevib oldim. Keyin yana keladimi, yo'qmi, Xudo bilan. Yomon alam qilib Bolalar, umonni atvet qo'shiq chiqibdi, eshitdilaringmi? Bolalar, sizlar ham nima ishlasizlarmi? Haqiqiy mushuklar hech qachon monni deyishmaydi. Jo'ra, ikki marta tashlab so'kinganimi? Bo'pti, bulsdan tashlab beraman. Sizlar keldikmi? Uzun emasmi? Yo, tavba, shpetgacha bit ochidan qizni ko'rdim, lekin ketdik darsga bolalar. Yo'q, bolalar kollejga vobshe kam qiz kelibdi-ku, ketdik kollejga. Met kolleji qizlarga uylanib bo'lmaydi-ku, Jo'ra. Men tuyoq nima aytadi? Senga uylanamiz demay, prosta gap olib kelamiz. Senda Farruh Hamrayevning kollejda qizlari zo'r qo'shig'i bormi? Bulutdan tashlaverdi.